Tindisiz xalqaro bir kun eko aksiyasi yig'ilish aksiya ishtirokchilari bugungi aksiyamizni ochiq deb e'lon qilish uchun Toshkent viloyat ekologiya boshqarmasi boshlig'i Milliy Barhoyat akaga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Bayram munosabati bilan bugungi ko'chirib burkonini o'tkazyapmiz. Tayyormisizlar boshlashimizga? Tayyor. 3 ga sanimas tartiban boshlaymiz. Faqat shartlar tushuntirilgan, to'g'rimi? G'irromlik yo'q, tosh solib kelish yo'q. Haqiqatdan chiqindidan terib kelish kerak. 1 2 3 start. Mana bugun 30-mart xalqaro chiqindisiz kun munosabati bilan Toshkent viloyati Piskent tumanida Toshkent dengizi muhofaza mintaqasida tozalash ishlari olib borilyapti. Bunda 250 nafarga yaqin ishtirokchilar ishtirok etib, o'z o'sha tadbiri tozalik aholi hududni tozalash ishlarini olib borilyapti. Bunga guruhlarga bo'linib, hozir mana guruhlar tozalashga chiqarib olingan. Tozalash yakuni bo'yicha bularga muhlat berilgan, o'sha muddat berilgan 1 soat. O'sha 1 soat ichida tozalangan hududlardan o'sha chiqindilarni olib kelib, bu yerda o'lchangan tarozilarda o'lchanib, bularga mukofotlar beriladi. Bundan tashqari nimaga aynan mana shu hudud tanlab olindi? Endi bu hudud ana dam olish maskani aholining serqatnov joylari bo'lgani uchun shu joy tanlab olindi. Bo'limida bir necha yillardan beri o'zini mehnati bilan, faol harakatlari bilan hammaga ibrat bo'lgan bir opamiz mehnatlarini alohida ta'kidlash. Usmoy opani davramizga taklif etamiz. Demak, tabriklaymiz. Yakun bo'yicha g'oliblarni e'lon qilish vaqti keldi. Boshlaymiz. Demak, 3-o'rin. 3-o'rin 206 kilogramm bilan Toza makon guruhi sardoriga marhamat taklif qilamiz. Toza makon. Ishtirokchilarga marhamat. Toza makon ishtirokchilari oliy o'rini, 1-o'rin. Demak, 520 kilogramm bilan yosh avlodlar guruhi